Assalomu alaykum go'zallik shaydolari. Bugun biz sizlar bilan yashnab turgan mo'jizakor o'simliklar olamiga sayohat qilamiz. Ularning nafaqat shifobaxsh xususiyatlari, balki siz ilgari eshitmagan juda qiziqarli va sirli faktlari haqida suhbatlashamiz. Marhamat, tomosha qiling. Liliya, bu videodagi olovrang gullar. Liliya gullari nafis, judayam chiroyli gullar. Ularni asl vatani uzoq sharq, Sharqiy Osiyo, ya'ni Xitoy va Yaponiya tog'laridir. Liliyaning xushbo'y hidi bosh og'rig'ini qoldiradi va uyquni yaxshilaydi. Lekin u haqda bir qiziq fakt bor. U gul inson uchun foydali bo'lsa-da, uy mushuklari uchun juda xavfli zahar hisoblanadi. Keyingi gul bu Hortenziya, oq va pushti sharsimon gullar. U ham bizga Xitoy va Yaponiya o'lkalaridan kirib kelgan. Sharq tabobatida uning ildizi buyrak xastaliklariga shifo hisoblanadi. Eng hayratlanarlisi, Hortenziya haqiqiy xameleon guldir. U tuproqning tarkibiga qarab rangini o'zgartira oladi. Agar siz unga achchiqroq, ya'ni kislotali tuproq sepsangiz, gullari ko'k rangga kiradi. Oddiy tuproqda esa pushti yoki oq bo'lib ochiladi. Rangini o'z qo'lingiz bilan bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Magnoliya daraxti. Videoda ko'rinib turgan qalin bargli, yirik bargli bu daraxt asli vatani Sharqiy Osiyo va Shimoliy Amerikaning ramzi hisoblanadi. Magnoliya havodagi chang va zararli gazlarni juda kuchli yutib, atrofni sof kislorod bilan boyitadi. Endi esa eng qiziq faktga tayyor turing. Magnoliya yer yuzida atigi arilar paydo bo'lishidan oldin ham mavjud bo'lgan. U dinozavrlar davrini ko'rgan eng qadimiy daraxtdir. Shu sababli uni arilar emas, balki qo'ng'izlar changlatadi va qo'ng'izlar shikastlamasligi uchun uning gulbarglari toshdek qalin qilib yaratilgan. Ko'rib turganingizdek azizlarim, bu tabiatda o'sayotgan har bir giyoh, har bir daraxt, har bir gul judayam qadimiy tarixga va shifo manbaiga egadir. Sizga qaysi o'simlik, qaysi gul ko'proq yoqdi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Videomizga like bosing, bizga obuna bo'ling va keyingi videolarga qaysi gullar haqida videolar ko'rishingizni xohlashingizni yozib qoldiring.